Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xonobod shahrimizda yana bitta uyimiz sotuvimizda. Xo'sh, marhamat ko'rishingiz mumkin. 6 sotidan iborat bu uyimiz. Yarimi bitgan holatda, yarimi bitmagan holatda. Faqat shu remont qilinsa bo'ldi ekan. Hozir ikkita xona, bitta oshxonasi polni bitgan, mebellari bilan hamma yo'g'i yashab turgan xonadon. 6 sotidan iborat xonadonimiz. Polni agrajeniya bilan o'ralgan. Ko'rishingiz mumkin, planirovkasi uyda yaxshi tushgan. Xo'sh, orqa tomonda yonboshda joyi bor ekan. Letniy hojatxonasi, bitta kotelnisi bor. Keyin bitmagan 4 ta xonasi bor, sanuzillari bilan. Polni uyning ichida, hamma uyning ichida joylashgan. Bu yerdan kirganinglarda ikkita xona tayyor bitgan. Yashashga tayyor. Hozir bu ko'rib turgan mebellar hammasi qoladi. Faqat shu bitovoy texnikani, kir mashina, xolodilniklarni olib chiqib ketiladi. Qolgan hamma qoladi. Bu oshxonasi, oshxonada ham hamma yo'q bitgan. Endi konditsioneri qoladi. Kir mashina, duxovka, xolodilnikni olib chiqib ketar ekan. Qolgan hamma yo'q qoladi. Hamma jihozlari, televizorni olib chiqib ketadi. Mana bu yerda spanisi. Oshxonadan kirsalar ham bo'lar ekan, bunaqasi kirsa ham 3 ta xot ekan. Xullas kirishga. Mana xonadon yaxshi holatda, bu yog'i polni, bu yoqlariga polni pena to'ldirilgan. Faqat nasherga qolgan ekan mana. Bu yerda endi to'liq bitkizish uchun yana ozgina mablag' sarflash kerak ekan. Bitmagan. Bu yerda mana dush, tualet, sanuzil hamma yo'g'i bor ekan. Bu eshikdan kirib chiqadigan qilib, bitta koridori bilan yuradigan qilib qilingan ekan. Xo'sh, bu uyimizni hujjatlari noturar, turar qilinmagan ekan, lekin turar joyga topshirib qo'yilgan ekan. Turar hujjat qilib beramiz deyapti. Xo'sh, manziliga keladigan bo'lsak, Andijon viloyati Xonobod shahrida kabelniy zavoddan o'tganda Uskojiyda garaji bor. Skladi bor Uskojiyda, yo'lni bo'yida. Uskojiyda skladi bilan bir devor ekan. Shunday chapga kirganda, pastda yo'lni bo'yida uy. 6 sotik aytdim. Hamma hujjatlari bor ekan, nalog hamma yo'g'ini to'lab yurishib ekan. Egalariga pul zaril bo'lgani uchun sotyapti. Boshiga bitta mushkul tushib qolibdi. O'zlari bu yerda emas, o'zlari Rossiyada. Men o'zimning nomerimni pastga yozib qo'yaman. O'zim bilan muloqot qila olasizlar. Endi egalar Rossiyadalik uchun iltimos qilishdi, o'zingiz gaplashing deb. Bu uyimizning narxi 31 ming. Ya'ni oz-moz kelishsak bo'ladi.